Barchangizga assalomu alaykum. Aziz do'stlar, sizlar bilan Isroil So'rov. Sizlarga videorolik bundan ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Aziz do'stlar, mana ko'rib turganlaringizdek, mana bugun bir chiroyli uyda bir obzorlarni qilib o'tamiz. Bugungi obzorimizda Traventin narxlarini chiqaramiz. Mana 2024-yilda mana hozirgi paytda narxlar qancha, hozirgi paytda qanaqa fasollar trendga chiqqan, polностью ma'lumot berib o'tamiz. Bu uyimizning kattaligi 240 kvadrat. Mana ko'ryapsizlar, juda ham katta. Hozir bilamiz qani necha kunga bitgan, kvadrati necha puldan, общий summasi necha pulga bitgan. To'liq ma'lumot berib o'tamiz. Albatta videomizni ko'rayotgan paytingiz bir dona like bosishni unutmang. Lekin eslatib o'tamiz, 12 ta viloyat bo'yicha mana Jahon aka bemalol xizmat ko'rsatadilar. Bemalol telefon qilishlaringiz mumkin. Ishlariga garantiya beradilar. 10 yilgacha garantiyasi bor ekan. Bitta urdirasizlar, azizlar, loy sepasizlarmi, yomg'ir tegandimi, hech narsa bo'lmaydi. Nasib bo'lsa, yaxshi chidab beradi. Hozir Jahon akani o'zlarini chaqiramiz, bizga to'liq bitta chiroyli qilib obzor qilib beradilar. Baho berasizlar. Jahon aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi aka? Yaxshi aka. Mana bir kelik obyektingizga. Bu obyekt hozir aziz do'stlar Qarshi viloyatida joylashgan. Jahon aka o'zlari Samarqanddan, Kattaqo'rg'ondan, lekin biz viloyatlar bo'yicha bemalol xizmat ko'rsatadilar. Shunga qarab bemalol telefon qilaverasizlar. Xo'p, Jahon aka, bu uyimizda kattaligi 240 kvadrat. Bu hovlimiz kattaligi 240 kvadrat объем. Bu hovliga polni krugovoy rombikcha fason. Derazalar roshiga 3D qilib o'zidan tayga qilib chiqarib berganmiz. 3D fasonda qilib chiqarib berganmiz. Mana shu hozir fasonni ko'ryapman, ko'p joyda mana shu fasondan urilyapti. Hozirgi kunda shu fason o'zi trendga chiqdi desak ham bo'ladi. Yil hisobida shunaqa fason qilyapmiz. Shunaqa fason bo'lyapti. Bu kraskasi necha yillik bo'lgan, Jahon aka? 02 travertindan bo'lgan bu. 02 travertindan bo'lgan, ha. 02 travertin. Bu roshlariga mana ko'ryapsiz. Oq bilan mana qilib shakl berganmiz, shu hisobiga 3D bo'lib chiqqan. 3D bo'lib, o'zi asli bu, mana aslida o'zi tekis narsa, shunday. Lekin uzoqdan ko'rganlaringizda 3D bo'lib chiqadi. 3D bo'lib chiqadi. Bunga endi bezak beriladi-da. Karashmini kamerasiga qilib chiqarib berganmiz, chiroyli qilib. Atkozlar roshiga ko'rsangiz, mana tegaga o'xshat qilib, o'xshash qilib. Bu ekonomik variant ekanda. Jahon aka, aziz do'stlar, mana tegani o'zini emas, mana shunday fason qilib chiqarib beradilar. Shunday. Endi shu kvadratda ichida bo'ladi. Kvadratda ichida bo'ladi. Xohlasangiz pokka yopishtirib beradi, lekin u отдельно bo'ladi. Yopishtirishi отдельно bo'ladi, olib kelishi ham отдельно bo'ladi. Endi uni kelishasizlar. Hozirda Jahon aka necha xil fasonlari bor shu Traventinda? Traventinda 20-30 xil fasoni bor. Har xil varianti, har xilcha fasoni bor. Sizga murojaat qilishsa, bemalol Telegramdan rasmlarni tayyorlab, kataloglarimiz bor, tashab beramiz. Qaysi fason yoqsa, o'sha fasonga qarab narx-navodan kelishamiz. Aziz do'stlar, uyingizga dizaynga qarab Jahon aka taklif kiritadilar. Yo'qsa, mana bemalol xohlagan fasoningizda urib beradilar. Muammosi yo'q. Bemalol Jahon aka bilan kelishaverasizlar. Hozirda Jahon aka necha puldan necha pulgacha kvadrati narxlari? Hozirgi kunda $8 dan $12 qilyapmiz. Material ichida. Material ichida. Material ichida. $8 dan $12 aziz do'stlar, o'zlaringizga qulay bo'lgan summalarni tanlab olib, bemalol telefon qilsalaringiz bo'ladi. Masalan, Jahon aka, mana shu uyimiz necha pulga kvadrati bo'lgan, necha puldan? Uyimiz $9 dan qilganmiz. $9 dan. Opsha 2200 shunaqa atrofida ketgan. $2200. Aziz do'stlar, mana shu uyimizda kattaligini ko'ryapsizlar. Opsha $2200 ga bitibdi. Mana shu uyimiz faqat. Traventin faqat. Bundan tashqari yana telefon qilasizlar, kirib ko'radilar uylaringizni, lekin eslatib o'tamiz, uylaringiz endi shkaturka bo'lsa yaxshiroq. To'g'rimi Jahon aka? Shunday, shkaturka bo'lsa yaxshi, loyshoq bo'lsa ham tekis bo'lishi kerak. Loyshoq bo'lsa ham tekis bo'lishi kerak. Loyshoq bo'lsa tekis bo'lsa, ustidan kafendagilik tortiladi loyshoq. Tortilib, keyin Traventin uriladi. Shunaqa. Keyin buni gruntovkasi necha marta uriladi? Gruntovkasi bir marta uriladi, tagidan. O'zini gruntovkasi bor, keyin ustidan Traventin tortiladi. Keyin lak. Keyin polirovka, mayda-chuyda ishlari bor o'ziga yarasha. Ko'rib turganlaringizda mana blesk berib turibdi. Uyda mana kattaligi ham anchagina katta. Keyin hozir bitta orqa tomonlariga ham o'tamiz. Orqa tomonlarini ko'rishlaringiz mumkin. Opshi mana shu uyimiz necha kunda bitdi, Jahon aka? Bu uyimiz opshi 15 kun atrofida bitgan. 15 kun atrofida bitdi. 15 kun atrofida qishki ob-havo bo'lgani sababli sal kechikroq bitdi. Buni sizlar qishda bitkazganda sizlar? Dekabr oyida bitganda bu ishimiz. Aziz do'stlar, mana dekabr oyida ham bemalol nima qilsalaringiz bo'ladi ekan. Sovuqdan farqi yo'q-da, Jahon aka? Yo'q, issiq sovuqqa endi o'zimiz sharoitiga qarab ishlaymiz-da. Sovuq bo'lsa o'zimiz ham ishlaymiz. Aziz do'stlar, mana hozir uje aynan shu remont qiladigan payt kelyapti. O'shani bahor ham kirib kelyapti. Bahor keldi, nasib. Bemalol o'zi aynan sezonida. Bemalol usta akamizga telefon qilasiz, chiroyli qilib mana shunday bitkazib ketadilar. Uyda kattaligini ham ko'ryapsizlar. 240 kvadratda 15 kunda ichida mana bitkazib ketibdilar. Undan tashqari yana bitta obyektlari bor. Unga ham hozir borib u obyektni ham biz ko'rsatamiz Jahon aka bilan birgalikda.
Mana bu tomonini ko'rishlaringiz mumkin. Polni bu nima bo'pti-da? Polni krugoy hamma joy 3D rombikcha qilib berganmiz. Uy egasi bilan kelishgan holda, maslahatli holda shunaqa fason qilib berdi. O'zi chitda edi. Rossiyada edi uy egasi. Ha, uyda egalari Rossiyada edi. Rossiyada edi. Siz bilan endi telefonlashib, telefon orqali chaqirdi, shu yerga borib qilib berdik. Mana do'stlar, mana shu uyda egasi ham Primoy internetdan ko'rib, mana shu YouTubedan ko'rib telefonlashgan. Jahon aka bilan kelib, mana o'zlari Rossiyada bo'lsalar ham mana Jahon aka bitkazib ketyaptilar. Pulni tashlaydi, tamom. Muammosi yo'q. Sizlar ham uzoqroq bo'lsangiz, masalan, qaysi shahardan bo'lishingizdan qat'iy nazar, bemalol Jahon aka telefon qilasizlar. Baribir odamning uyida biron kishi bo'ladi. Kelib bu kishi razmerlab, o'lchab, siz xohlaganday fasonda bitkazib ketadilar. Shunday. Nasib bo'lsa. Keyin Jahon aka mana shu kafel bo'yicha hamda ba'zi bir nimalar bo'ladi. Kafelda ham tanishlar bor-a? Kafelchi tanishlarimiz bor. Endi nomerini beramiz. O'zlari gaplashar, xohlasa borar, balki bormas, unisini bilmayman. Endi bitta sizga men bu so'rashimning ma'nosi, bitta sizga telefon qilib birdan hamma narsani bitkazib ketsa bo'ladi degan ma'noda nima qilyapman-da. Endi misol uchun kelishsa, общий hammasi kelishilsa, kafellari bilan gaplashamiz. Birdan, ha? Birdaniga. Shunday. Aziz do'stlar, bemalol telefon qilasizlar, kafel deysizlarmi, mana patolog deysizlar. Hammasini Jahon akani nimalari bor, tanishlari bor, bemalol chiroyli narxlarda qilib beriladi. Birdan bitta telefon qilsangiz, xullas ishlaringiz birdan bitadi, chiroyli qilib mana shuni bitkazib ketadilar. Biz hozir ikkinchi obyektga o'tamiz. U yerda ham bir to'liq obzor qilib o'tamiz. Общий $2200 ga bitibdi mana shu uyimiz. Kattaligini ko'rdilaringiz. Kvadrat $9 dan bo'libdi. Shunday. Xo'p, ikkinchi uyga ham bir o'tib ketsagina, Jahon aka. Nasib bo'lsa endi o'tamiz. Xo'p, mana aziz do'stlar, biz ham mana Jahon aka bilan birgalikda ikkinchi obyektga ham kelib oldik. Mana bu ikkinchi obyektimiz. Xo'p, Jahon aka, bu obyektimizdan pastda shu fason bo'libdi, rombik fason bo'libdi. Bu obyektimizdan rombikcha fason qilganmiz. Xuddi o'sha nargi hovliga o'sha chiqib, bir xil bo'lgan pastda. Endi uni ko'rinishi sal boshqacharoq bo'lgani, lekin buni fasonlari bir xil bo'lgan. Fasonlari bir xil bo'lgan. Unda faqat shestigranlik bo'lgan hisobiga buni faqat turburcha, krugoy turburcha bo'lgan. Keyin aziz bir narsaga yaxshilab ahamiyat beramiz. Mana shu narsa juda vidni ochadi, ko'rasizlar. Har bitta uglda mana shuni nima qilganlar? Buni nima deyilasiz? U Versace fasonimiz bu. Versace fason har bitta uyda ugliga urilsa juda ham chiroyli chiqadi. Yondan ham ko'rishlaringiz mumkin, juda ham yaltirab turibdi. Bu uyimizda kvadrati necha kvadrat, Jahon aka? Uyimizni kvadrati 200 kvadrat. 200 kvadrat. 200 kvadrat. Bu kraskasi nechidan bo'ladi? Mana bu 02, 03 sharxi bo'ladi. Fason 02 bo'lgan. 02 fasonda 02 travertinda bo'lgan. Fason rombikcha. Rombikcha. Ko'rishimcha juda ham yaltirayapti. Shu sizlar o'zi buni lakini o'rgansizlar. Buni ustidan travertin ustidan polirovka qilganmiz. Polirovka keyin 2 sloj laki bo'lgan. Shu hisobiga list berib chiroyli bo'lib turibdi. Endi azizlar eshitibsizlar 2 sloj lak uriladi. Buni ustiga o'zi biz loyam sepsak bo'ladi-da. Mana loy, xohlagan narsalarni sepib bemalol kachirda ursalaringiz ham top-toza bo'ladi. Yondan ko'rganlaringizdan yaltirab turibdi. Xo'p, Jahon aka, bu kvadrati necha puldan bo'ladi mana shu uyimizda? Bu hovlimizniki ham $9 dan qilganmiz, material ichida. $9 dan, materialdan ichida. Hamma narsa $9 berasizlar aziz do'stlar. Hamma narsasi ichida. Material polni ustida mana Jahon aka bitkazib ketadilar. Shunday. Mana shu uyimiz necha kunlarda bitdi, Jahon aka? Mana shu uyimiz 10 kun ichida bitdi. Sal kunimiz qisqa degan hisobiga 10 kun ichida bitdi. 10 kun ichida bitdi. Shunday. Ikki mana shu tirazalardan yoni ham buni o'zlaringiz tirazalar yoniga tayga shaklida qilib chiqarib berganmiz, faktura qilib o'zida. Bu ham endi buni olsak ekonomik variant. Ekonomik, misol uchun narxi bir xil ketadi. Agar xohlasa uy egasi tayga qo'yib, misol uchun tayga olib bersa, taygani qo'yib yopishtirib beramiz. Tayga отдельно uy egasi o'zi olib beradi, yopishtirish отдельно bo'ladi. Yopishtirish отдельно bo'ladi. Metriga. Shunday. Agar betiyaga desalaringiz, mana arzon variant ham chiqarib beramiz. Bu ham chiroyli chiqadi, lekin shu kvadratda ichida ketadi. Kvadrat ichida ketadi shunaqa. Yo'q. Mana aziz bemalol ko'rishlaringiz mumkinki, mana shu ichidagi mana shu kubikchalar ham juda uyga vid bergan. Hozir lekin Jahon aka ko'pchilik mana shu fasondan uryapti. Hozir misol uchun Samarqand, Qashqadaryo, hozir bu obyektimiz Qashqadaryoda. Qashqadaryoda bo'lyapti, chiroqchimi? Shu Qarshida, hamma. Qarshida. Qarshi shahar. Xo'p, keyin mana shu nimalar ham juda ham chiroyli chiqibdi. Oti nima deyilasiz buni aka? Bu sokil. Sokilda ham misol uchun o'zi uydigalar o'zi kafilchi ekan. Videomiz ko'rib chaqirgan o'zi kafillar terib tayyor qilib qo'ygan ekan kelganimizda. Qaranglar aziz do'stlar, Jahon aka o'zi Kattaqo'rg'ondan mana Qarshiga kelib hozir ishlar davom ettiryapti. Har xil viloyatdan chaqirishadi Jahon aka. Internetda ham ko'p videolari bor, har xil mana nimalarga chiqarganlar. Bemalol Jahon aka telefon qilib mana nima qilasizlar, xohlagan fasoningizda urib beradilar. Farqi oldin g'ishchida hozirda endi trendiy o'zi mana shu bo'lyapti.
Endi har xil, misol uchun rombikcha fason bo'layotgan bo'lsa, 3D polosasi ham bor. Endi uyda shakliga qarab, uyda ko'rinishiga qarab o'shani anavi beramiz. Keyin qarang, Jahon aka mana shu tavsiya qilamiz. Uyda Traventindan oldinda shkaturka loy bo'lsa, uni ham narxini keyin kelishasizlar. Endi shkaturka bo'lsa yaxshiroq. Shkaturka bo'lsa yaxshi, endi loy sovuq bo'layotgan bo'lsa, uni narxini kelishamiz. Uydigasi kafelnikilisini olib beradi aytgandek. Kafelnikilarini olib beradi. Chunki bir slok torttiramiz loy sovuq bo'layotgan bo'lsa. Keyin necha puldan necha pulgacha narxlarimiz aka $8 dan $12 gacha. $8 $12 $8 $12 xohlagan fason urasizlar. Mana shu uy $9 dan bo'ldi, lekin juda ham chiroyli chiqqan. Fasonga mana bir baho berib qo'yasizlar. Ikkita uyda fasonini mana Jahon aka bilan birgalikda ko'rsatyapmiz. 12 ta viloyat bo'yicha полностью ishlari ketadi. Bemalol telefon qilasiz. Xohlagan viloyatda ketib o'lchab, mana shu chiroyli qilib fason qilib chiqarib beradi. Ishlari ham tez. Mana ko'ryapsizlar, 10 kun ichida mana shu uyda bitkazdi deyaptilar. Xo'p, mana bu tomonni ham bir ko'rsatib olsak, keyin sal ish jarayonini ham ko'rsatamiz. Hali laki sepilyapti. Laki urilyapti. Mana bu tomonlariga ham bir ahamiyat berasiz. Bir xil bo'pti-a, kurugovoy, Jahon aka. Hamma joyiga kurugovoy rombikcha qilganmiz. Kurugovoy rombikcha shunday qilib. Tepalariga versacha qilib, o'rtasiga karishni joydan kamerasi qilib chiqarib berganmiz, chiroyli chiqishi uchun. Keyin qaranglar, agar sizlar uzoqroqdan bo'lsalaringiz agar, masalan, bemalol Jahon akaga telefon qilasiz, nomerlarini qo'yganman. Telegram, WhatsApplar bor-a, Jahon aka. Hammasi bor. Bemalol masalan, zakovat taylaysizlar, xohlagan fasoningizni aytasizlar, kelib urib bitkazib ketadilar. Shunday. Keyin Jahon aka, mana bu dogovor qilayotgan paytda sal uzoqroq bo'lsa, $9 ni ozyapsiz-ku. Masalan, yotish joyi, nimalardan ham keyin uni ham kelishsa bo'ladi. Kelishamiz, misol uchun yotishga sharoit qilib beradi. Chunki keyin $9 deyapsiz-ku. Lesa-pesa, lekin uy tomonidan bo'ladi, uyda egasi tomonidan. Qarang, bunday narsa shkaturka bo'lsa, faqat lesa olib beradi. Shkaturka tayyor bo'lsa. Loy sovuq bo'layotgan bo'lsa, kafelnikilik, rodman, atkoslari shunaqa joylariga rodman olib beradi, keyin lesa shuni olib beradi. Yo'qsa opsh hammasi xarajati bilan dogovor qilamiz. Birdan dogovor qilsa ham bo'ladi. Shunday. Aziz qaranglar, har tomonlama dogovor qilsalaringiz bo'ladi. Farqi mana bir xil nima qilib beradi. Hozir ustalar ishlayaptilar, mana lakini uryaptilar, o'zi menimcha ikkinchi martasini uryaptilar. Ikkinchisini uryapti. Nasib bo'lsa ostiga urilgan, o'sha mana yana bir ikkinchi sloydan kelyapti urib. Xo'p, aziz do'stlar, bemalol ekrandagi raqamlarga murojaat qilasizlar. O'zbekiston bo'ylab bemalol xizmat ko'rsatadilar Jahon aka. Ishlariga juda ham mana ko'ryapsizlar, kачестволari juda ham yaxshi. Keyin har xil viloyatga chiqib mana chiroyli qilib bitkazib beryaptilar. Hali biron jalba tushgani yo'q. Ishlari zo'r ketyapti. Aziz do'stlar, bemalol telefonlarga telefon qilasizlar. O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatadilar Jahon aka. Rahmat sizga. Nasib bo'lsa, yangi fasonlarni chiqarib turamiz. Videomizga albatta o'z fikringizni bildirib qo'ying. Birodon like bosishni unutmang. Salomat bo'ling.